Assalomu alaykum, hurmatli ko'ruvchilar. Sharq Turkiston ovozining kundalik xabarlarini ko'rishingizni qarshi olamiz. Tövəndə dehqonlar xabarlarimizning tafsiliy mazmunlarida bo'lsin. Amerika Davlat ishlar mahkamasi 12-iyul kuni 2021-yillik Eli Wiesel irqiy qirg'inchilik va vahshiylikning oldini olish qonuni dokladini parlamentga sungan. Dokladda Xitoy Kompartiyasi tilga olingan. Eli Wiesel irqiy qirg'inchilik va vahshiylikning oldini olish qonuni 2019-yil yanvar oyida sobiq prezident Donald Trump tomonidan imzolanib kuchga ega bo'lgan. Bu yil Amerika Davlat ishlar mahkamasining 3-qatim yillik dokladini bu qonun bo'yicha parlamentga sunish ekan. Amerika Davlat ishlari kotibi Blinken doklad bu yil tunji qatim Burma, Efiopiya, Xitoy va Suriya qatorliq konkret davlatlarda yuz bergan vahshiylikni bevosita va tafsili bayon qilganligini, Amerikaning kishilik huquq va demokratik qimmat qarshidagi va'dasini davomli qo'g'daydiganligini, diplomatiya, chet el yordami, amaliy paket tepish vazifasi, moliya vositalari va arilish qatorliq barliq vositalarni ishlatadiganligini, buning o'xshash dokladlarda ongni oshirib, butkul hukumat qatlamida moslashgan xalqaro besim va inkas shakllantirib, yer sharidagi vahshiylikning oldini oladiganligini bildirgan. Dokladning Xitoy qismida Xitoy Kompartiyasining Sharq Turkistondagi Uyg'ur va boshqa turkiy millatlarga diniy zotlarga qarshi irqiy qirg'inchilik va insoniyatga qarshi jinoyat, turma, qiynash, majburiy tug'maslik va ziyonkashlik qatorliq vahshiylik qilmishlari tafsiliy ifodalangan. Amerika hukumati 2020-yil iyul oyidan boshlab Xitoy Kompartiyasining Sharq Turkistondagi kishilik huquqqa eg'ir daxli taruz qilganlikqa qatnashgan va uni qo'llagan amaldor o'rinlarga orqa-orqadan jazo yurgizgan. Hamda Sharq Turkistonning paxta, pomidor, quyosh energiyasi mahsulotlari qatorliq mahsulotlarga cheklama qo'ygan. Fransiya balla gazeti bo'lgan Mening kundalik gazetim 30-iyun va 2-iyul kunidagi sonida Sharq Turkistondagi Uyg'urlar va Xitoy Kompartiyasining qonliq 100 yili haqida doklad e'lon qilgan. Xitoy Kompartiyasining Fransiya turishliq bosh elchixonasi buni irqchilik va yolg'onchilik sababidan ayblab, yetakchilikni bekor qilish iltimosini o'ttirib qo'ygan. Xitoyning bir qator tahdidiga qarata mazkur gazetning muavin bosh muharriri Andrey Gasserland o'zining yetakchilik qilmishlarini hargizmi qaytarmaydiganligini ta'kidlagan. Fransiya maktablaridagi nopusliq bolalar gazeti bo'lgan Mening kundalik gazetim 30-iyun kuni Xitoylar bizni erkinligimizdan mahrum qilmoqda nomli maqola e'lon qilgan. O Xitoy Kompartiyasining Fransiya turishliq bosh elchixonasining gazetning tahrir bo'limiga kuchli noroziligini ifodalab xat etgan. Mazkur gazetning muavin bosh muharriri Andrey Gasserland buning bir ochiq tahdid ekanligini, ammo o'zlarining bosh egmaydiganligini, e'lon qilganlarining haqiqat ekanligini hamda Xitoy bilan o'zlari o'rtasidagi ro'shan farq ekanligini, azballigich Xitoylarning o'zlarining qaysi davlat ekanligini bilmay, yoqmaslar xohlagancha niqoblanib, amaliyotga uyg'un bo'lmagan bema'ni talab qo'yish mumkin bo'lmaydiganligini bildirgan. Mening kundalik gazetim bo'lsa Fransiyadagi 10 yoshdan 13 yoshgacha bo'lgan bolalarning asosiy o'qishlik gazeti bo'lib, 30-iyun kuni Sharq Turkistondagi Uyg'urlar to'g'risida birinchi betda bosh temasi Xitoydagi Uyg'urlar majburiy emgak lagerlariga avatilgan. Uyg'ur musulmonlari diniy sababidan xo'rlanayotgan nomli maqola e'lon qilgan. Karton dialogida jazo lageridagi bir mahbus o'ng tarafdagi mahbusga ular bizning Uyg'ur bo'lib qolishimizni xohlamaydi. Ular bizning ularga o'xshash Xitoy bo'lishimizni umid qildi degan. Yana bir mahbus javob berib, men Xitoy bo'lishni xohlamayman. Ularga o'xshash qilishni texmi xohlamayman. Qiynash, kishilarni turmaga solash, majburiy emgak degan. Mazkur gazetning muavin bosh muharriri Andrey Gasserland bu temani tonishtirib, Sharq Turkistonning jug'rofiyalik o'rni va noposi qatorliq asosli uchurlarni tasvirlagandan boshqa, yana Fransiyaga borgan Gulbahor Jelilovaning Xitoy Kompartiyasi tomonidan lagerga solinib uchirgan echinishlik kechirmishlarini, qozoq muxbir jurnalist Meirbek Salombekni ziyorat qilganligini, uning izchil sin ko'rinish va rasmlar orqali mingdan ortiq Uyg'ur ayollarining qayta tarbiyalash lagerlaridagi kechirmishlarini isbotlar bilan oshkorlab, Birlashgan Davlatlar Tashkiloti kishilik huquq komitetiga guvohlik qabatganligini, shuning bilan Xitoy Kompartiyasining tahdidiga uchirganligini, 2 yil ilgari siyosiy musofir sifatida Fransiyaga surgun bo'lganligini tafsiliy xabar qilganligini, kichik o'qirmanlarning bu temaga intoyin qiziqib qo'llashiga erishganligi, gazetxonning Uyg'urlar va ularning mas'ullari haqida texmi ko'p uchurlarni berishini umid qiladiganligini, talablar bilan har hafta o'qirmanlarning fikri uchun 10 dan ortiq tema sunadiganligini, ularning bilishini eng xohlaydigan temalarning bo'lsa, Sharq Turkiston va Uyg'urlar haqida temalar oldingi 3-o'rinda ekanligini bildirgan. o'n 11-yil kuni Kubada necha 10 yildan buyongi eng chong hukumatga qarshi namoyish bo'layotgan paytda Amerika prezidenti Joe Biden o'zining Karib dengizi orolidagi xalqni qo'llaydiganligini bildirib, ularning tinch namoyish qilish huquqini ta'kidlab, Kuba hukumatini Kuba xalqining ovozini bostirish uchun zo'ravonlik qilmaslikka chaqirdi. Kuba hozir 30 yildan buyongi eng og'ir iqtisodiy krizisni boshdan kechirayotgan bo'lib, yemaklik va dori kamchil, tok bilan ta'minlash yetarli bo'lmaslik, hukumatning Xitoy virus yuqumini bartaraf qilishi,
kommunist hokimiyatning uzundan buyon kishilik huquq va erkinlikka chek qo'yish qatorliq omillar birlashtirilib, namoyishning portlashini keltirib chiqargan. Kuba xalqi diktator hokimiyatni taxtdan tushishga, xalqiga erkinlik berishni talab qilgan. 1959-yili Fidel Castroning xalq inqilobi mustabid Badistoni Karib dengiz orolidan qochishga majburlagandan buyon Kuba Kommunist Kompartiyasining boshqarishida bo'lgan. Bu hokimiyat bir qancha avlod kubaliklarni rahimsizlarcha bostirib, ularni erkinligidan mahrum qilgan. Nurg'un kishilarni qochishga yoki o'ldirishga majbur qilgan. Amerika 1962-yili Kubaga qarata savdo embargosi e'lon qilgan bo'lib, 2000-yili Amerika parlamenti qonun ma'qullab, Amerika shirkatlarining Kubaga dora va yemeklarni o'z ichiga olgan insonparvarlik ta'minotlarini setishiga yo'l qo'yib, savdo embargosini pasaytgan ekan. Bu yil yanvar oyida sobiq Amerika prezidenti Trump hokimiyat yurgizgan oxirgi bir necha kunda Kubaga yangi jazo yurgizib, Kubani terrorlikni qo'llaydigan davlat deb atagan. Urf-odat bir millatni tutib turadigan eng muhim omillarning biri. Shundaqla u ba'zida hal qilg'uch rol o'ynaydi. Urf-odatning bir millatni yana bir millatdan farqlantirib turishidagi assimilyatsiyadan saqlab qolishdagi roli bakli muhim. Uyg'urlarning madaniyat qatlamidagi mazmunlar uzoq mazgillik tarixiy taraqqiyotning mahsuli. Challiq madaniyatimizning ijodchisi bo'lgan to'hbikor ajdodlarimiz tarixdan buyon nurg'un esil madaniyat namunalarini yaratgan. Bu jarayonda dunyoning har qaysi joylaridagi turli irq millatlarning esil madaniyatini o'zlashtirgan. Abduva Chilapcha yo'sullarimiz ichidagi tarixiy nisbatan uzun ajdodlarimizning boshqa davlat millat madaniyatidan mustasno holda borliq keltirgan cho'ng kichik murosim madaniyatimizdagi kam bo'lsa bo'lmaydigan eng keng umumiylashgan madaniyat an'anasi. Biz hayit bayramlarda, to'ylarda, turli murosim faoliyatlarimizda yoki oddiy mehmondorchilik ishlarimizda mehmon uyga kirgandan keyin uy ichi bola-chaqa, navri-chavrlarning xotirjamligi uchun duo beriladi. Uningdan keyin sohibxon bir qo'lida abduva, yana bir qo'lida chilapcha, mo'risida yoki biligida lungi ko'tarib mehmonning oldiga chilapchini qo'yib, yerim ingishgan holda abduvadagi soni mehmonning qo'liga oz-ozdan yeniq qo'ydi. Qo'l yuvish, qo'l chayqash chuqum 3 qatim yoki 5 qatim, ya'ni taq bo'lish kerak. Abduva cho'ginga o'xshash bo'lib, o'xshamaydigan yeri bo'yi sal egiz, uzunchoq bo'ladi. Egizlik odatda 30 cm dan 50 cm gacha bo'ladi. Qo'rsoq qismi cho'gindek yumaloq emas, so'zinchoqroq bo'ladi. Qo'rsoq qismiga turli naqshlar tushirilgan bo'ladi. Bosh qismi cho'ginga o'xshash tutqichga chetiqliq bo'lib, suv quygan va suvni to'kkan chaqda abduva eg'izining tushib ketishidan saqlangan bo'ladi. Abduvaning cho'gindan farqlanib turadigan eng ro'shan aloyidaligi uning cho'g'isi. Es xat shaklda abduva cho'g'isi nihoyat nafis yasaladi hamda chiroyli naqshlar o'yiladi. Cho'g'isining suv tushadigan qismiga nepiz tilchoq qo'shib qo'yilgan bo'lib, buning ikki jihatda ahamiyati bor. Birinchi, mehmonning izzati. Mehmonning qo'liga suv berganda suvning chechilib ketishi yoki suvning ko'p tushib ketib, mehmonga behurmatlik tuyg'usi berib qo'yishning oldini olgan bo'ladi. Ikkinchi, rayonimizdagi suv qiz qurg'oq rayonga nisbatan suvni haddidan ziyoda isrof qilib etmaslik, tejashlik bo'lishni ishga oshirish. Chilapcha yumaloq chambarsimon yasaladi. Odatda diametri 30 cm dan 40 cm gacha bo'ladi. Qurilma jihatdan futbol maydoniga bakrak o'xshab ketadi. Cho'risi egizroq, o'tirsi pastroq. Undaq bo'lishi chilapcha tushgan suvning yig'ilib bir yerga yig'ilishi uchun. Chilapcha o'tirsida yana chiroyli naqshlangan, har kunikiga o'xshash yopqish o'rlashtirilgan. Yopqishning yuqorqidek ikki xil ahamiyati bor. Mehmonning qo'liga suv berganda chilapchaga eqib tushgan suvning ziyoda chachrab, kiyim-kechak va atrofni bulg'ishining oldini olish. Chilapchaga yig'ilib tushgan suvning ko'ngilni g'ash qilib qo'yishining oldini olish alohidaligiga ega. Chilapchaning yopqish qismi va yuz qismiga chiroyli naqshlar o'yiladi, lekin baksich bu kasb bo'lmaydi. Abduva bilan chilapchani ayrim ishlatishga bo'lmaydi. Mehmondorchiligimizdagi bu guldonlar mangu sehriy kuchini va ahamiyatini yo'qotmag'ay. Xabarlarimizga ko'ngilingizga rahmat. Ko'rishguncha omon bo'linglar. Xayr xo'sh, Allohga omonat.